Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allohu azza wa jalla wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allohga bandalik qilinglar va unga hech narsani sherik qilmanglar, ota-onangizga yaxshilik qilinglar. Albatta birodarlar, siz bilan biz ustimizda ko'p haqlar bor. Allohning haqqi bor, bandalarda haqqi bor, farzandlarda haqqi bor, do'stlarda haqqi bor. Ana shu haqlarning orasidagi eng ulug' haq Alloh azza va jallaning haqqi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqqi. Endi undan keyingi o'rinda turadigan birinchi haq bu ota-onaning haqqi. Oyatda o'qidik, Alloh o'ziga shirk keltirmasligini buyurib turiblar, orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishligini buyurdi. Shuni o'zi bu amal qanchalar ulug' amal ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Alloh azza va jalla o'zining kitobida juda ko'p oyatlarda, payg'ambarimiz o'zlarining hadislarida bu narsalar haqida bizga ta'lim berdi. Robbimiz azza va jalla avval yashab o'tgan ummatlardan mana shu amalni qilishliklari haqida ulardan misoq, va'dalarni olgan. Alohida va'da olgan, ayni ota-onangga yaxshilik qilasan deb. Ma'lumki, agar Qur'onda bir ish takror zikr qilinayotgan bo'lsa, demak bu ish muhim bo'ladi. Bu ishning muhimligiga dalolat qiladi. Yana qaysi amaldan keyin zikr qilinayotganiga ham qarashlik kerak. Ota-onaga yaxshilik qilishlik, birrul volidayn. Birrul volidayn deganda ota-onaga yaxshilik qilishni tushunamiz. Alloh taolo birrul volidaynga qachon buyurdi? Yolg'iz mengagina ibodat qil deb turib, ine birrul volidaynga buyurdi. Demak, ixlosdan keyingi, shirkdan ehtiyot bo'lishdan keyingi eng afzal amal qaysi bo'lyapti? Birrul volidayn. Uyda o'tiribda o'sha birrul volidayn qilishimiz kerak bo'lganlarimiz. Ukalar, akalar, g'animat bilaylik. Qanchadan qancha farzandlar ota-onasini xor qilib ko'chalarda yurganligi. Ota-onalarni tashab qo'yib o'zga yurtlarda rizq topishlikni bahona qilib, ularni yordamsiz, qari holda tashab qo'yib yurganlarni ko'ramiz. Voy, 1-2 umidinchi ulardi. Chunki uydagilar norozi bo'lib turibdimi? 1 million topdimi? Qarab turing. Agar tavba qilib ota-onasining roziligini olib, ularning duosini olib qolmasa, qarab turing nima bo'ladi uni. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi. Astag'idu billah wa'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Mana hozir o'qidik. Alloh shunday dedi. Allohga bandalik qiling, unga hech narsani sherik keltirmang, ota-onangizga yaxshilik qiling. Tavhidga buyurdi, shirkdan uzoq bo'linglar deb qaytardi shirkdan va orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishni buyurdi. Birinchi nozil bo'lgan oyatlarda Alloh azza va jalla ota-onaning haqqini eslatdi va uni rioya qilishlikka buyurdi. Bu haqida ham juda ko'p hadislar vorid bo'lgan. Qiyomat kuni bir banda keladi. Ko'p namozlarni o'qigan, ko'p ro'zalarni tutgan, haj qilgan, zakot bergan, sadaqa qilgan, ammo ota-onasiga oq bo'lgan. Bu amallarning hammasini savobi habada bo'lib ketadi. Sababi ota-onasiga oq bo'lgan. Demak, otasiga, onasiga oq bo'lgan farzand qilgan hamma amallarining savobi yo'q bo'lib ketgan. Bu haqida inshaalloh hadislar o'qiymiz. Muflis haqidagi hadislar. Shu ma'noda birodarlar, birrul volidayn qanday bo'lish kerak? Bu amalning fazli qanday? Buni orqasidan qanday bir ulug' martabaga erishamiz? Inshaalloh mana shu darslarimizda buni ko'rib chiqamiz. Yana ota-onaga oq bo'lishlik qanchalar xatarli ish. Bundan qanchalar ehtiyot bo'lishi kerak, buni ko'rib chiqamiz. Toki eshitadigan odam eshitsin, ibratlanadigan odam ibrat olsin. Har bitta amalning o'zining fiqhi bor. Namozning fiqhi bor, ro'zaning fiqhi bor, zakotning, haj, umraning fiqhi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, birrul volidayni ham fiqhi bor. Kimdir to'g'ri ish qilyapman deydi, noto'g'ri ish qilayotgan bo'ladi. Kimdir savob qilyapman deydi, gunohkor bo'ladi. Sababi mana shu narsaning ilmidan, fiqhidan bexabar bo'lganligi uchun. Havorijlar nimaga havorij bo'lib ketdi, birodarlar? Ixlosi yo'qmidi? Ixlosi bor edi. Mana Ali ibn Abi Talib darsdan eshitdik.
Ixlos ming, lekin ilmsiz. Birrul volidayni fiqhini bilamizmi? Yo'q, demak o'rganishligimiz siz bilan bizga farz bo'ladi, birodarlar. Qachon ota-onani xizmati birinchi o'ringa qo'yiladi? Qachon ota-onani xizmati keyingi o'ringa qo'yiladi? Qachon ota-ona bilan gaplashiladi va qanday gaplashiladi? Agar talashib tortishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, qanday yo'l tutishlik kerak? Bular haqida dars qilamiz inshaalloh. Shu va bundan boshqa ko'p ishlar borki, bilishligimiz siz bilan bizni lozim bo'ladi. Toki qilayotgan amallarimiz to'g'ri bo'lsin. Toki qilayotgan amallarimizni savobi habada bo'lib ketmasin, ota-onamizga oq bo'lib qolganligimiz sababli. Yana ota-ona vafot etgandan keyin farzand ustida qanday haqlari bo'ladi? Farzandning qaysi qilgan ishlaridan ota-onaga savob boradi? Qaysilaridan savob bormaydi? Ota-ona qabrida turganda ularga nimani zarari yetadi? Bu narsalarni ham musulmon farzand bilishligi lozim va lobud bo'ladi. Albatta endi bular haqida aytadiganlarimiz hammasi kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Hamda mana shu oyat hadislarni, shu mavzudagi oyat hadislarni ulamolar qanday tushunishgan, buni ham e'tiborga olishlik kerak. Bu oyat hadislarni qanday sharhlagan, ular qanday tushunishgan. Har bittamiz o'zimizcha bitta hadisni, bitta oyatni o'qib olib turib, manaqa xulosada chiqib ketavermaylik. Biz o'ylayotgandan boshqacharoq bo'lib qolishi mumkin. Umar ibn Hattob aytganlar: "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi faqad dalla." Kim Qur'onni o'zining ra'yi bilan tafsir qilsa, tahqiq adashibdi deydi. Qur'on oyati oyat bilan tafsir bo'ladi. Qur'on oyati hadis bilan tafsir bo'ladi. Qur'on oyati sahobani so'zi bilan tafsir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu amalni bizdan chiroyli suratda qabul qilishini so'raymiz. Uni musulmonlarga foydali qilishini so'raymiz. Sodir bo'ladigan xato kamchiliklarini avf qilib, faqatgina o'zini roziligi uchun bo'lishligini so'rab duo qilamiz. Birrul volidayn, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Uni boshqa amallar oldidagi fazilati. Birrul volidayn. Birodarlar, bu amalning savobi katta, manzilati ulug'. Hozir o'qigan oyatimizda eshitdik, Alloh taolo faqat mengagina ibodat qil deb buyurib turib, orqasidan ota-onani